Kal go'shtini o'zinglarning ehtiyojiga qarata to'g'rab olgandan keyin quyruq maydonni azroq to'g'rab olsanglar sho'rpiliq ham bak yeyish chiqadi. Undan keyin tetig'dek tuz silib, yarim piyola atrofida suv quyib tekshir aralashtirib olamiz. Bunda vaqtimizda tuzning ta'mi go'shtga singib kirib ajoyib sho'rpiliq chiqadi. Undan keyin piyoz, zira, oqmish qarmishdan azroq silvatdim. Endi buni tekshir aralashtirib olgandan keyin tugishni boshlab ketdik. Videoda ko'rsatgan bo'yicha tugib tayyorlab olsanglar bo'ldi. Men bugun tayyor jilt ishlatdim. Agar uyda qilma deb qolsanglar, banshir jiltidan sal cho'ngroq yeyib tayyorlab olsanglar bo'ldi. Endi qasqonga silib 20 minut pishiramiz. Peterman tasamni qo'y tutib qoldigan bir singlim batdi, men pizza bor ekan deb qat'iy yig'ilolmay qolmasin deb xo'jimen tayyorlab berdim. Mening ishlatganim cho'ngstamning xo'jimensi. Cho'ngstamning cho'nliqi bor, qinislan bir tetib yiqinglar. Tanbek pay chiqadi ekan, buning azroq duya, savz tarxamak bir tal tuxum silib pishirib bergandim. Bek o'xshabdi deb shunda maqtab turib yeb ketdi. Xo'jimenni munda tayyorlab kino ko'rgach o'tirib yeb oldigan bo'lsanglar, ajoyib achchiq xumaringlardan chiqib ekansizlar-jimi. Bu arliqda Petermantim tayyor bo'pti-ki, bir tal nonni besvittangamush non bilan yeyildib, nonning ustiga sag'antim 2 minutlam yumshab bo'ldi. Petermantin suyini qitib non bilan yeydigan bo'lsanglar, bak yeyishlik bo'ldi-ki-jimi. Oilda chuqur bir yetib sinab yiqinglar. Eng oxirida azroq qarmus sepib etdim. Qaranglar o'xshab